Lekin biz bitta obyektga keldik. Bu yerda uy egalari aytayotdilarki, suvni davleniyasi past deganlariga hozir mana shu yerga bitta nasos qo'yib beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Undan oldin magazinga borib nasos olib kelamiz. Nasosga keldik. Mana shu nasosni hozir uстановка qilamiz. Mana nasosimizni ham olib ketamiz. Ko'rganday men bo'ldim, yurgan izlaringni men topa olmadim. İşon sensiz bir an ham yashay olmayman. Beg'uborliging oldida bosh egaman. Mana bizda nasosni bitgan holati. Uy egalari aytdilarki, hozircha vaqtinchalikka qo'yildi. Burchakka botgan paytda buni akkuratni yechib ichkariga tiqib qo'yamiz.